Әмде tilxat kuchdan qoldi. Meni o'ltirib etishga asosingiz bor. Va'da beray, meni o'ltirib etishingizga hargizmi qarshilik qilmayman. Lekin sizning menga yangidan odam bo'lishga fursat berishingizni umid qilaman. Men Yoqutning kuchidan foydalanib, babani o jodugarlarning taqatqanligini bildim. Gerçi o çağda sehr arkalıqla bütün kənətini qutquzvaqılı bolsunmu, lekin Solina onda qısa başqalarının gumanlanışı aniq edi. Şunu mən onu bu iş bilan kar bulmaydı deb o'ylagan edim. Lekin o'ylag'animning aksicha bo'ldi. ソーレナは俺とお嬢さんを逃がすために火炙りを選んだんだ。それだけではあるまい。なんだと? Solina janoblari yiroqni ko'rar jodugar ayol. U o'zining o'limining vinos tabasini to'plan keltirib chiqardiganini, hatto ishga urishga sababchi bo'lganligini intayin aniq biladi. Lekin shundaqdimi, Solina nima uchun o'z jindan ketishni tanlagan? Sen momamni urush qo'zg'amoqchi bo'lgan demoqchimi? Men undaq demadim. Solinaga o'xshash jodugarning bunday qilishida cho'qim o'ziga tushliq sababi bor. U balkim bu qitimliq urushdan keyingi kelajakni faraz qilib bo'lgandir. Kechiringlar, gapinglarni bilib etdim. Hozir bu tarafdagi ishlarni boshqa taklif qilsak yaxshiroq bo'ladi deyman. Urush sizlarni saqlab turmaydi. Askarning degani to'g'ri. Jodugarlar har vaqt o'ziga eng foydali ishlarni qiladi. Birdamlik hissiyatni deb kallanglar qiyib qolmasin. Pistak, jadu chamberigini qayerga chizding? Bir nuqtani sehrgarlar o'shmiskilar buzib etdi. Hozirgacha faqat bir nuqta nuqsonsiz bitdi. Demak, yana 4 nuqta qolib targ'anda bo'linib harakat qilsak bo'g'day. Men bilan 0, yana 13-numar yiroqdagi 2 nuqtaga mas'ul bo'layli. 200 bilan pistak yaqindagi 2 nuqtaga mas'ul bo'lsin. Jadu chambergin sizib bo'lgandan keyin Bashvarning o'ttirsida yig'layli. Hay. Cho'qim qaytib keling. Sizni saqlaymiz. Biz sizning kuchingizga muhtoj. Ço! Mush yer tushib, men tushirib qo'ying. Bo'ldi. Vaqtni chang tutib qaytib ketaylik. Bosh ustiga xo'jayin. Xon qiz. Ulan komiga kirgizsak bo'lmaydi. O'qiyotchilarni sablab sol tarafdagi darvozaga qo'llangan jodugarlarga taqobil turaylik. Xo'p. Xonliq qavatga yordam chiqish uchun ketganmidi bu? Bu uchirdan qaraganda hozir Perslu tarafdan jang oltir ekan. Nima?
Puhralarga ziyon yetkazmanglar. Chavandozlar bilan tutib qilishdan saqlaninglar. Bizning nishonimiz faqat 13-numur. Bütün kuchimiz bilan hamma joyni izladik, lekin davlat sekretarni hech yerdan topamadik. O'lgir ablah mushunda qalqiliq payti qechib ketibdi. Sehriga tayinib bir taraf qilish aslida qamlashmagan bir ish. Men hozirda chiqib urushga qo'mondonlik qilay. Xonalilari, sizlar yerosti yo'l bilan qechib ketsizlar. Puhralar jinini ep qochishga ulgurmadi. Shunga men yana mush yerda qolay. Sening teningdagi bo'rning ruhini Solina taqdim qilgan-ku deyman. Shundaq, Solina mening qutqazg'uchim. Mushining o'zini sendan intiqom elishimga yetdi. Haqiqatan esil ruhgan. Sen orqali Solinaning qanchalik darajada hurmatga tegishli ekanligini yana bir qatim tushunib ketdim. Uning o'limiga bo'lgan pushaymonim teximi oshdi. Sehrigarlarning umri nihoyat uzun bo'ladi. Men sening keyingi necha yilda, necha yuz yilda pushaymon eligida yashashingni umid qilaman. Mana bu sana berilgan jazo. Ne bo'ldi? Hech nima. Solinaning navrisi tek kamidimi? Amal yo'q. Jadu cheklash marosimini boshlagach, uni saqlab turaylik. Murosim jarayonida qo'g'dinishga amalimiz yo'q. Mehmon kutish ishlarini sizlar qilg'ashtiringlar. Oldi tarafda nihoyat kuchli sehr bayqaldi. Bu sehr 13-numur. U nimishqa bu joyda bo'ladi? Ağa, əmsi sizga topshirdim. Sen bu az-paz kuch chiqarmasang bo'lmaydi, 200. Qanaqa qilamiz? Uni izlab berib yurmaydigan bo'ldik. Naqdlarni qo'yib etinglar. Yani tish bo'ldi. 13-numurning sehriy kuchini his qilg'ili bo'lmadi. 我々はあの方のご意志に従うまで Ahvol qanday? Texchi ketmadi. Ularning avatga elchisi bizga davlat sehrigirini topshirib beringlar deydi. U bo'lmasa qanday topshirib beramiz? Agar shunday qilgan bo'lsak, ular qo'shinni chekindiradi. Nima deysan? Bu degan shuncha ko'p jodugarlarni bir vaqtda joylaydigan yaxshi fursat. Momo. Sindosi, Mimunsis, Tiran, Majikahi, Shinati. Maqsuq tarpidan yelib ketsa zodi qandoq bo'lar? Maqsuqning tezligi bo'lib, yerga o'g'it bo'lishning qabriga ko'milib tabiatga qaytgan bilan hech qanday farqi yo'q. Yaxshi o'xshatding. Solinami cho'qim shunday deydi. Ha? Etinglar. Endi cho'toq bo'ldi. O'qdan amizni urib tushirmasakli bo'ldi. Chivini o'ldiraman deb o'ylab qoldingmi? Jangchilar, astoydilroq bo'lsanglar qandoq? Hozir sehrni isrof qilgan chog'amiz. Bularni qandoq to'siya olamiz? To'sib oldi. To'xtab qolmanglar. Hujumga o'tinglar. Elchi qaytib keldi. Suhbat mag'lub bo'ldi. Men bilan birlikda xonliqqa hujum qilib, 13-numurga qarshi yurish qilaylik. Xo'p.
Cadugarlar geldi. Ölgür, tügüməslik qaldı. Ha? Neymiş buldu? Aha. Bu yav tunguzi, bütün memleketdeki tunguzlarning hammasi kega o'xshamandi. Oy, texnik tugmadim ha? Tayyorlik bo'ldik. Lekin Faqat 02-mizga tayinib, Venasga barliq sehrni yo'qot qilib bo'lmaydi. Hammasi qanday qilamiz? pistakning kelishini saqlaylik. Ay, bundoq deganingiz bilan Onunğa işinaydi. Ay madhiyaligicha Solinaning qushtig'i ishonaydi. mening bundaqli o'lib ketgim yo'q. Sening cho'soltak. Xon qiz. Buncha vaqirab chaqirmsanglarmi anglay olayman. Xon qiz. Nemacha baldur kelib oldinglar? Ezib qoldim shu. Sizni bakli uzoq saqlab ketdik. Seni hargiz kechirmayman. Lekin men degan jodugar, sendan foydalanib mumam ko'rishni xohlamagan bu urushni oyoqlashtirmoqchiman. Tezroq bo'lsanglar, jo. Endi o jaduni qaytarib olsanglar bular. Ha. Lekin Nolning kitobi chaqirib kelgan zulmatni kontrol qilish uchun intayin esil bo'yimni ularga atash kerak. Aha. Askar, kallangizni ishlatishning hojati yo'q. Teningizni ishlatib olsamla bo'ldi. Men hargizmi sizni o'ltirmayman. Menga ishonamsiz? Mumkin emas. Ha? Hujumga o'tinglar. Men hargizmi boshqalar mundaqli deb qo'ysa ma'qul deydiganlardan emas. Bilasiz-ku deyman, xo'jayin. Amsa boshqa usulda dey. Bu degan buyruq. Menga ishoning. Buyruq bo'lsa, bo'ysunmay amalim yo'q. Chayqlash jadosini hozir boshlaymiz. Hey, baxtni idora qilguvchi. Agar bizning tinig'imiz to'xtamasa, kuchingni bizga omonat bergin. Ay namsiz zulmat podshohi, sana atagan maxsus tilini tushirgin. Buyruqimni anglagin. Men o'z huquqimga tayinib, bu sehrni qaytarib olmoqchiman. Ijro qil. Men degan nol. Ijro qilaman. Ko'rishmagili uzun bo'ldi, qadrliki. Yaxshi qildingiz, askar. Sehrgarlik Venasdan g'oyib bo'ldi. Hamda vaqtincha qalayim qanchalik chiqadigan bo'ldi. Men Solinaning navrisi bo'lish salohiyatim bilan yangi rahbar bo'laman. Bu davlatni jodugarlar bilan insonlar o'rtaq turmush kechiradigan joyga aylantiraman. Hamda bildimki, Solina hargizmi bu urushni qo'zg'ash uchun o'z hayotini oxirlashtirmabdi. O o'zining irodasiga varislik qildigan odamning jodugarlar bilan insonlar o'rtaq turmush kechiradigan kelajak qurib chiqalaydiganligini burilib bilgan ekan. Hurmatga sazobar Solina, siz bilan ko'rishib olgan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'ladi. Hoşingizga keldingizmi? Qandayroq tursiz? Zulmat tunimga choplashib olgandek turaman shu. Top-to'g'ri 3 kun uxladingiz. Mushada 3 kun o'ltirdingizmi? Sizga ish bo'lmaganini ko'rib xush bo'ldim. Sirt ajab avotqo. Yomon jodugarlarning yo'qtilganligini anglab, butun mamlakat tantana qilishyotdi.
Men kitobimni oxiri topdim. Shundoq, dal mushu. Ishimizning kelishimnomasini unutib qolmagansiz. Men oxiri inson qiyofatiga o'zgardigan bo'ldim. O'zgarmaysiz. Aha. Sehrni cheklaganda zulmatni sizning teningizga tushirgan edim. Oqibat teningiz bilan maxluq ro'yingiz texmi ching bog'lanib ketibdi. Voy, beshim qiyotdi. Yana kelib, mening cheksiz sehr kuchim ojizlashib ketdi. Buning asliga kelish uchun xeyli uzun vaqt ketdi. Hey, bu deganingiz boshdagi kelishimimizga o'xshamay qoldi-ku. Kelishimnomaga amal qilmayman demadim-ku. Sizni yana bir mezgil saqlang demakchi. Bu mezgilda davomli qo'g'dug'uchim bo'lasiz. Kitobni deb bo'lgan tursangiz, yana safarga chiqmoqchimidingiz? Shundoq. Sehrgarlikning Venasda davom etganiga 10 yildan oshdi. U cho'qim texmi kang, texmi yiroq joylarga tarqalib ketdi. Tushundim. Siz o'zingiz berib sehrning boyoqligini jazmlashtirmoqchi. Bu sehrni men ijod qilganim uchun bu mening mas'uliyatim ham majburiyatim. Ya'ni kelib bu zamonda jodugarlar o'zi yolg'iz safarga chiqsa, qandoqmi bexatar bo'lsin? Andincha sizga qo'g'dug'uchi bo'lsam, nimaga erishiman? Uzun o'tmay insonlar bilan jodugarlarning birlikda inoq ijil yashayotganini tabriklash uchun marosim o'tkazildi. Arbas davlatning sehrgar bo'lish sifati bilan qudrat qo'lga qilib urush qo'zg'agan yomon niyatli sehrgar 13-numurga ko'ydirish jazosi berdi. Albatta, bu rost emas. Kapolat beramanki, jodugarlar amdi ko'ydirib o'ldiranmaydi. İnsanlar ziyonkashlikka uchramaydi. Men butun kuchim bilan davlatning tinchligini qo'g'dashga qasam ichchiman. Qarindoshlar, o'rtaq davr, o'rtaq makonda qo'l tutishib birlikda ilgirlab, tinchlikni so'ydigan kishilardan bo'layli. 13-numurning o'limini insonlar va jodugarlar bilan go'zal kelajakka yoritishning yo'lini qilayli. Men yana bir qatim isbot bildiray. Menga bergan o'lim jazoyingizdan hargizmi qochmayman. Lekin meni rostilla o'ltirasiz. Men unda qilmayman. Nilning kitobi bir boshlanish, ya'ni yangi sehrgarlik maydoniga keladi. Bundan keyin yana qanday ishning yuz berishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun bo'lsa-mu, seni hayot qo'ymasam bo'lmaydi. Shundaqmi? Solina. Qirala 13-numurning dal parda orqasidagi yo'l boshlig'i ekanligini bilsa, mayli Solinani o'ldirgan insonlar bo'lsin yoki to'polon ko'targan jodugarlar bo'lsin, hammasi do'sonlashib ketadi. Plan mana shunday. Ko'ydirib o'ldirilsa qandoq bo'ladi ekan? Men o'rg'oq oy o'rmoniga ketaman. Ha, sirma, qarindishing seni qo'g'daydi, ha? Bu mening eng oxirgi ogohlantirishim. Agar nol bu jahonga nafratlanib qolsa, dunyo cho'qim va hayron bo'ladi. Buni esingda ching saqla. Ha? Nolning sehr qaytirish jadusi bilan sehrgarlik bu davlatda g'oyib bo'ldi. Lekin bu faqat vaqtlik. Sal yiroqroq joylarga nazar solsak, dunyoning nurg'un joylarida sehrdan ozroqmi qo'llanilmaydigan rayonlar oz emas. Venas xonligi bundan keyin yuz berish mumkinchiligi bo'lgan ishlarga qarta sehrgarlik ma'rifini yo'lga qo'ydi. Oxirida 13-numurning o'ylig'inidek dunyodagi tunji sehrgarlik yo'lda borliqqa keldi. Shunda qilib, Venas xonadonligidagi urushga oxiri chekib qo'yildi. Ağa, bu siz menga buyurgan kirish ijozatnomasi. Rahmat sana. Ay, mening sizlar bilan sayat qilg'im kelyapti. Davlatlik sehrgarlar uyushmasining rahbari qalaymiqan yerlarda chepib yursa men balada qolmam deb. Voyjon bildim. Nol. Rostli o'nkirga qaytib ketganingiz yo'qmi? Yo'q. Askar ikkimiz birlikda yo'lga chiqamiz. Shundaqmi? Solinaning izbosari. Bundan keyin men bu yaning sehrgarlik ishlarini kuzatib turaman. Ham davlatning sehrgarga davomli yordam qilaman. Bo'ldi. Biz mangayli. Biz tarafga kelib turasizlar. Birlik kelinglar. Ma'qul. Pat ardili kelamiz. Askarlar odatda xo'shlashishni qanday ifodalaydi? Tunji ko'rishganga o'xshash. Va? Ha?
Xayr. Xayri xo'sh. Xo'sh. Ağa, bu əbləq. Xan qızğa ədəbsizlik qıldın. Keçirishki bo'lmaydi. To'xta. Men nada ədəbsizlik qildim. U o'zi meni suyib oldi. Askar. Menni so'yaman. Mumkin emas. Naq gapga kelsak, siz 13-nomerni yaxshi ko'rib qolgandingiz-ku. Xato tushunib qoldingizmi qandaq? 13-nomer degan mening akam. Meni saroqchaqlab qoldingizmi? Amsanja bir-biringlarga o'xshamaydi ekansizlar Men bu. Buruli degan, biz degan qayrindosh. Qaraganda ularning safari ko'ngillik bo'ldiga o'xshaydi. Siz to'g'risidan tushgan chig'ingizda men qaror qilib qo'ygan. Nimani? Sizni mening xizmatkarim qilishni. Demakchi bo'g'inim, ismingiz bilan sizni menga bog'lab olib, faqat ma'qul tava bo'lishingizni qaror qilgan. Ismingizni darhol deb bering. Hargiz deb bermayman. Men sizga ismini deb beraymi? Qiziqmayman. Menga tava bo'lishni xohlamamsiz? Ishqilib men burula sizning askaringiz bo'ppo'g'a. Sizning maxluq jangchi bo'g'iningizdan xush bo'lyapman. Chunki siz jadugarlarga o'sh bo'g'iningiz uchun mening go'zal ruxsarimga maftun bo'lib qolmadingiz. Garchi azoblansammi, o'zimni boshqacha azobda his qilaman. Men sizni inson bo'lib qolsa naqadar yaxshi bo'ladi deb xayol qilaman. Agar undaq bo'lsa, men sizdan qo'rqadigan odatdagi qiz bo'lib qolmamdim. Ya'ni kelib, siz bilan uchrashgan chaqda o'lib ketishim mumkin edi. Balkim. Qaraganda maxluq odam bo'lsa-mu, yomoni yo'q-ku.